Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bizning hissiyotlarimizni yuzaga chiqaradigan, emotsional holatimizni belgilab beradigan tashqi va ichki omillar, ya'ni stresslar haqida gaplashamiz. O'z davrida kanadalik olim, stresslarni fiziolog olim Sele stressni inson organizmiga ta'sirini bosqichma-bosqich qaysi a'zoda qanaqa ta'sir qiladi, birinchi nima bo'ladi, undan keyin nima o'zgarish bo'ladi va oxirida qanaqangi holatga tushib qolish mumkinligi haqida o'rganib ilmiy izlanishlar olib borgan. Sele bir zo'r ibora aytib ketgan. Agar hayot bor joyda stress bor, agar stress bo'lmaganda o'lim bilan yakunlanardi degan nimani ta'rifini berib ketgan. Ya'ni biz organizmimiz tashqaridan yoki ichki bo'ladimi, farqi yo'q. Omil natijasida, ya'ni stress natijasida bizning organizmimizda o'zgarishlar yuzaga keladi. Ya'ni stressni o'zi 3 bosqichga bo'ladigan bo'lsak, birinchi etap, birinchi bosqichida xavotirlanish, insonning organizmida xavotirlanish bosqichi bo'ladi. Bunda arterial qon bosimining pasayishi, tana haroratining pasayishi, qon tarkibidagi glyukoza, qand miqdorining ma'lum miqdorda pasayishiga, keyin inson organizmidagi oshqozon ichak sistemasida fiziologik o'zgarishlar boshlanishini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi bosqich bo'ladigan bo'lsa, inson organizmini o'sha stressga nisbatan, o'sha holatga nisbatan qarshilik bosqichi. Ya'ni arterial davleniya pasaygan bo'lsa, arterial davleniya ma'lum miqdorda ko'tarilishi yoki ayrimlarda stressning katta yoki kichikligi, ya'ni uni ta'siriga qarab davleniya ma'lum miqdorda emas, juda katta, yuqori nima bilan balandlab ketishi ham mumkin. Ayrimlarda gipoglikemiya, ya'ni qand miqdori pasaygan bo'lsa, ikkinchi bosqichda giperglikemiya, qonda qand miqdori juda yuqori bo'lib oshib ketishi, yana keyin oshqozon ichak sistemasida nimalarni kislota, boshqa kislotalarni ajralishini ko'payib ketishiga, buyrak usti bezining shishiga, ya'ni buyrak usti bezi shishi natijasida kortikosteroidlar miqdorining ortib ketishiga sababchi bo'ladi. Bu o'z o'rnida tanada belgilarni, shu yurak urib ketishining ortishiga, nafas yetishmay qolishiga, tana haroratining keskin ko'tarilib ketishiga belgilar bilan bizga namoyon bo'ladi. Uchinchi bosqichda, ya'ni stress uzoq davom etgandan keyin organizmda tubdan o'zgarishlar ko'payib ketadi. Ya'ni yurak mushaklarining distrofik o'zgarishlari yoki ayrimlarda kuzatamiz, infarktgacha borib qolishi mumkin yoki stenokardiyani xurujlari yuzaga kelib qolishi mumkin. Ayrimlarda kuzatiladi oshqozon ichak tizimidagi donador bo'lib qon quyilishlar yoki aytadigan bo'lsak, qisqacha siz bilan tushunadigan qilib aytadigan bo'lsak, yaralar paydo bo'lishigacha olib boradi. Bu sahrli diabetlarda, ya'ni qandli diabet kasaliga chalinganlarda o'sha juda yuqori miqdorda, hatto ayrim kasalimizda bo'lgan, bundan 6 oy oldin bir kelib juda og'ir stressga uchragan, onasi hayotdan ko'z yumganini qabul qila olmagan, hazm qila olmagan. Bu narsani ancha uzoq vaqt olib yurganligi sababli sahr boshida bo'lmagan, keyin sekin-sekin ortib borgan, og'zi qurigan, boshqa narsa bo'lgan, yo'q, menda sahr yo'q deb yurgan, lekin o'sha stressni qayta yashaganligi uchun qon tarkibidagi qand miqdori 30 gacha oshib ketgan. Uni faqat bizga kelib analizlar qildirganimizda, analizda tekshiruv natijasida ko'ryapmiz. Men aytaman, qonda qand miqdori ortib ketibdi. Siz o'sha o'tgan voqeada, stressning vaziyatingizda hali ham yashayapsizmi? Hali ham siz onangiz o'tib ketganini qabul qila olmadingizmi? Yoki o'sha narsani yana kutyapsizmi deganimda, men har kun bir kechqurun onam o'lgani tushimga kiradi. Bu inson organizmiga shunaqangi og'ir ta'sir qilganki, o'sha bemorimda sahrli diabetga yo'liqib qolgan, sahrli diabetga yo'liqqanligi yetmaganda bu qand miqdori juda yuqori baland bo'lib ketgan. O'zi o'sha narsani sezmayapti, lekin organizm javob reaksiyasi bo'lmayapti. Shu darajagacha borib qolgan. Shuning uchun olishimiz mumkin, stress faqat bizga yomon ta'sir qiladi, bizni organizmimizni charchatadi. Yo'q, stress bizga belgi berib turadi. O'sha belgini vaqtida biz payqa olishimiz kerak, ko'ra olishimiz kerak, his qilishimiz kerak, sezishimiz kerak. Agar sezmasak,
insonda keyin og'ir kasalliklarga, yurak qon tomir kasalliklariga, oshqozon ichak yara yoki hozirgi kunda juda ko'p bo'layotgan, biz O'zbekiston territoriyamizda ko'p uchrayotgan to'g'ri ichak rakigacha olib borishi mumkin. Yoki mana ayollarda ko'p siqilib yuradi, ko'p o'sha eridan, boshqa oilaviy holatidan norozi bo'lib yuradi, shu narsa bilan yashaydi. Bu ayollarimizda hozirgi kunda yosh ayol, yosh kelinlarimizda ham ko'krak bezi saratonigacha boryapti. Yoki mana erkaklarda bildirmasdan oxirida bilib qolyapti. Sezmagan, shuncha vaqt nos chekib yuradi, sigaret chekib yuradi, men yaxshiman. Nima uchun sigaret chekyapsan deb so'rasa, yoshroq yigitlardan ham so'rasangiz, ozroq siqiluvdim o'sha narsani o'tkazish uchun. O'sha narsadan sal bo'lsa ham o'zimni xotirjamroq his qilish uchun yoki nos chekib oladi. Nima bo'ldi? Nima uchun nos chekding? Nos chekishni o'rniga ko'ringan doktorga desa, nos cheksam tinchlanaman deydi. Bu vaqtinchalik tinchlanishlar o'zini og'ir asorati, og'iz bo'shlig'i, til osti rakiga, qizil o'ngach rakiga, shunaqangi yomon kasalliklargacha olib keladi. Bunda ikkita faktor bor. Ham zararli odatlar, birinchisi stress. Stressda boya aytganimizdek, ikkinchi etapga o'tgandan keyin o'zida har xil gormonlar faoliyatini buzgandan keyin buni to'g'rilash uchun insonlar asabini tinchlantiraman deydi. Sigaret chekadi, sigaretdagi nikotin kislota, qatron, bular hammasi inson organizmiga zararli ta'sir qiladi. Stressga uchradingizmi? Sizda stress kechyaptimi? Uy sharoitida men sizga maslahat beray. Bir joyga tinchgina o'tirishga harakat qiling. O'tirgan bo'lsangiz yotib oling. Unda ham o'tib ketmayaptimi? Siz iliq suv olingda, ho'plab mayli sanab iching. Har bir sekundda bir ho'plam qilib, sanab yoki har bir minutda, hech bo'lmasa 1 minutda 8-9 ho'plam iching. Damob, bir ho'plam iching, ozroq dam oling. Yana bir ho'plam iching, ozroq dam oling. O'sha stressni ozroq bo'lsa ham siz yengishga yordam beradi.